heavy rain and floods in Dushanbe, Tajikistan. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Retro Uzbro kanaliga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'lamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. O'rtoqlar, suv balosidan, o't balosidan Allohning o'zi asrasin. Hurmatli o'rtoqlar, kim biladi Tojikistonda Dushanbeda shunaqa holatlar ko'p bo'lganmi yoki bu birinchi martami? Albatta kommentariyada chiroyli axloq bilan yozing. Rahmat. 30-aprel kuni yog'gan kuchli yomg'ir, sel va do'l Dushanbe shahrida kundalik hayotga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Noqulay ob-havo sababli aholining harakatlanishi sezilarli darajada qiyinlashdi. Naora joy odisa. Shaharda kuchli yomg'ir sababli ko'p hududlarni suv bosdi va transportlar harakatlanishi qiyinlashdi. Ba'zi joylarda umuman harakat qila olmay qoldi. Tojikiston Dushanbeda kuchli yomg'ir, do'l va sel keldi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Kuchli yomg'ir va to'satdan yuzaga kelgan sel Dushanbe shahrini qisqa fursatda suv ostida qoldirdi. Ko'chalar daryoga aylangan. Avtomobillar yo'llarda qolib ketgan, ba'zilari esa yuryapti. Hayot esa qaysidir ma'noda ozgina qiyinlashgan. Ba'zi joylarda mashinalar deyarli suv ostida qolib ketgan. Harakat butunlay imkonsiz bo'lib qolgan joylar ham yo'q emas. شهر دوشنبه 91 میکرورایون نگاه کنید. ما تقدیر داریم و خیلی سلای دوبای قطیمان آوردیم. شبه Hurmatli o'rtoqlar, albatta hammaga sabr tilaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.